Assalomu alaykum. Fevral oyi va Ramazon oyiga umra safari nech pul bo'lyapti? Naqdlar tushdimi yoki oshdimi? Juda ko'pchilikda tushdi degan gap bo'lib ketgan ekan. Endi shunga ochiq oydan suhbatga o'tsak. Eng qiziqarli joyi mana sizlarda qaranglar, bolalaring Rossiyada qiynalib pul topyaptimi? Bo'lganga yarasha maza qilib ibodat qilib, farzandlaringni ham duo qilinglar. Hozirgi kundagi narxlar nech pul bo'lyapti? Mana bugun 1-fevral. 1-fevraldan ya'ni nech puldan borlar, qatlarga boradi, hammasini to'liq suhbatini olib boramiz. Iltimos videoda oxirigacha ko'ringlar, to'liqroq tushunib olinglar. Undan keyin bemalol pastdagi raqamlarga gazana bosdan oldin deyish esdan chiqmasin. Telefon qilsalaring to'liqroq, yana biz beradigan savollar bo'lib tursa, mabodo o'shani ham to'liqroq tushuntirib berishadi. Endi bitta salomlashmoqchisiz. Xo'p, avvalo assalomu alaykum. Bizni ijtimoiy tarmoqda ko'rib turgan hojona, hojadarlar omon bo'lsalar. Alhamdulillah biz ham yaxshimiz. Mana fevral oyiga o'tib oldik. Ixtiyor akamiz zudlik bilan chaqirishga qaror qildik, chunki fevral oyida juda ham katta skidka e'lon qilganmiz. Ixtiyor aka. Fevral oyini 1-2 basda, fevral oyini boshidan oxirigacha skidka qildik. Yo'q. Buning ichiga Ramazon oyining 1-15 kunligiga. Misol, undan oldingi Ramazongacha borib keladi deydiganlar bor. Hozir mana 3-4-gacha uchib ketsa Ramazonda ketib olib kelishadi. Bir xillar uyda Ramazon kutgisi keladi, kimdir ata kutgisi keladi. Oldin mana 3-4 yildan beri ishlayotgan bo'lsa, bu sohada Ixtiyor aka juda ko'pchilik aytadi. Ramazon oyida biz juda qiynalib qolamiz odam ko'pligining hisobiga. Ramazon oyida 3-4 kun Makka mukarramani tutsangiz deydiganlar ham 5-chi, 6-chi, 7-chilar ketsa 3-4 kun Ramazon oyida ishda bo'lib qolishadi. Odam bir xillar odam ko'pda yaxshi ko'radi, bir xillar odam yo'q paytda hozir mana bo'shroq paytda borib olgisi keladi. Shunaqa. Ashuni ham hisobga olib bersa, kimdir hozir borib olsalaring yaxshi, agar o'zlaring hisoblaring chiqarasizlar, kimdir agar bo'laveradi, tiqim bo'lsa, maza qilib Ramazonda ibodatlarni qilaman desalaring, Ramazonda ketsalaring ham bo'laveradi. Endi hozirgi kunda, ya'ni fevral oyida qatlardan uchilyapti. Sirraz maqsadga o'taylik va odamlar misol Rossiyadan qiynalib pulni topayapti. Misol yo bo'lsa Koreyadan attama qiyinchilikda, ba'zi hech kim ozon pul topmayapti hozir. Shuning uchun pul nech pulga qaramachasiga nech pul skidka bo'lyapti. Nimaga chegirma bo'lyapti o'shalar aytsangiz. Xo'p, mana shu yozga bitta qo'shimcha qilib ketaman Ixtiyor aka. Mana shu Rossiyada ishlayotgan deganingiz uchun mana shu bitta gapim bor. O'tib olmasa ko'rib turibsizlar. Qat'iy tushunib aytib beray, narxni aytib beray, keyin o'sha gapning ichi og'irliroq gap. Kimdirga tegib ketsa xafa bo'lmaysizlar. Chunki biz shu sohada nechadan beri ishlayotgan bo'lsak, har xil holatlar ko'rdik. O'sha narsalarga keyinchalik to'xtalib ketaman. Hozirgi paytda 6 ta viloyatdan reysimiz bor. Termizdan, Samarqanddan, Toshkentdan, Andijondan, Farg'onadan reyslar qo'yganmiz. Pastanni haftasiga 2 tadan reyslar qatnab turibdi. Toshkentdan kun qatnab turibdi. Endi narxlarga keladigan bo'lsak, fevral oyining oxirigacha bir $975 qo'yib qo'ydik. $975. Ramazon oyiga ham kirib ketadi bu. Ya'ni oldin 1100 bo'layotgan bo'lsa, hozir $125 yutadi o'sha. Xuddi shunday. $125, $100 atrofida yutyapti. Kimdirlar sun'iy narxni oshirib oladi. Ijtimoiy tarmoqda ko'rib turgan bo'lsangiz kerak, kimdirlar $1100, $1200 narx qo'yapti. Yo'q, biz rahbariyat bunaqa qilmaydi, rahbariyat narxni tushiraylik. Stabil narx ketaversin, narxni sun'iy oshirish yaxshi ish emas, chunki kimdirlar pensiyasini to'plagan Ixtiyor, kimdirlar o'ylayapti, Rossiyadan turib ishlayapti. Rossiyada bitta temirni ko'tarish ham qanaqa qiyin. Nimaga? Ota-onasi yo'q, aka-ukasi yo'q, hech kim yo'q. O'zingizga ishlaysiz, Rossiyada ishlaysiz. Uch tomondan hisobga olish kerak. Sovuqda, sovuqda. Mana shu gap davomiy ketaversin deb o'ylayman. Mana endi o'sha joyga kelib ham bo'lsa, aytaman degan gapim yo'q Ixtiyor aka. Ota-onalarimiz boryapti, jicha qo'pol bo'lsa ham aytaman Ixtiyor aka, gostinitsada yotibdi. Shuncha pul sarflagan yerda. Mana qarang, $1000 pul berdi qo'liga, to'g'rimi? $1000 bolasi pul berdi. Undan tashqari yana $200 qo'liga beryapti. $1200 pul sarflayapti. Hali bola janovar qiynalib Rossiyada qanaqa ishlayotganini o'zi biladi. Bir yillab to'plagan. Mana masalan, kimdir 1 oy topadi, kimdir 1 kun topadi o'sha pulni. Qaysidir bola orttirib, qarzidan yoki boshqa narsalardan, kvartirasidan orttirib, stroykada ishlab ota-ona uchun pul so'rayapti. Xo'p, menga pul so'rayapsiz, meni haqqim yo'q sizga gapirganda. Lekin meni achinayotgan joyim borib gostinitsada yotibsiz. Ibodat qilish o'rniga. Lekin o'sha paytda siz nima qiling? Turing, haramga boring. Siz o'ylangki, men bolamni yaxshi boqib qo'yganim uchun umraga keldim deb o'ylamang. Shu narsaga bitta qattiq o'ylab qo'ying. Nimaga? Bizni ota-bobolarimiz haqqimizga duo qilganda borolmaganda. Mana bizga hozir erkinchilik bo'lib ketdi. Bugun pasportni bering, 1 soatdan uchib ketadi. Mana ertaman Farg'ona reysga joy bor. To'g'ri aka? Hozir pasportingizni bering, ertaman uchib ketadi. Mana qanaqa imkoniyat? Mana masalan, prezidentimiz boshimizga kelganlaridan keyin qanaqa erkinliklar bo'ldi? Saudiya bilan kelishuvlar qilib berdilar, boshqa bo'ldi. Bizga O'zbekiston fuqarolari bemalol boryapti. Bemalol. Xohlaganda boryapti. Masalan, turizm yo'llanma bo'lsa bo'ladi. Umra sohasi bo'yicha bo'lsa, 4 ta litsenziyali turfirma bor. Ularda bittasi biz Centrum Holdings, 10 ta litsenziyaga ega. Bemalol borib kelsa bo'ladi. Nimaga bir litsenziyaga ega? $1 million mana litsenziya uchun pul sarflangan. $1 million shunchaki kelgan emas. Ertaga u yerga borgandan keyin mabodo qolib ketiladigan bo'lsa, davlatning himoyasisiz. Birinchi navbatda istirfob. O'tgan yil 3,5 ming dona Saudiyada qolib ketdi. Kim olib keldi, Ixtiyor aka?
Yarada olib keldi. Ha? Men o'sha masalan 1 million dollar kelsa 2 million dollar litsenziya qilish kerak asli. Nimaga odamlar boryapti? Turk firmalarga boryapti. Necha odam Saudiyada qolib ketyapti. Aeroportda qolib ketishadi, xor bo'lib ketishadi. O'shuning uchun страховка uchun men iltimos qilib men turk firmadan ketmasam ham, boshqa turk firmadan ketsangiz ham iltimos, mana shu turli sizga ega turk firmadan keting. Ha, mayli bizdan ketmang, to'ppa-to'g'ri. Boshqa narsa bor, xudoga qarang. Bizdan ketmay, ma'lumot uchun telefon qilsangiz ham mazza bolalarimiz bemalol ma'lumot berishadi. Ha, bemalol ekandek. Mana 24 soatga 7 ishlab turishadi bolalar. Xohlagan payt telefon qilasiz. Mana bemalol. Mana masalan, mana ketyapsiz, qaysi tur firmadan ketsam bo'ladi. Hamda qarayapsiz. Hamma Sentrum Abdulaziz, hamma boshqasi, bilyapsiz, telefon qilyapsiz. Nima olsam bo'ladi? Ha. Mana masalan, ehrom olamanmi, nima olaman? So'rab boshqa tur firmadan keting. Xohlasiz, ha? Xo'p, bizda bizga telefon qilib, bizni malolimiz yo'q. Biz sizlarga yordam bersak, biz sizlarga ma'lumot bersak, xursand bo'lamiz. Ha, birinchi navbatda mana biz endi imkon qadar bo'layotgan voqealiklarni tushuntirilyapti. Bu reallikda bormaginizgacha bir xillar o'ylaydi, bu yolg'on gapiryapti, lag'atron deydi. Borgandan keyin ham bu ta'sir qilganga ta'sir qiladi. Ilohim hammaga ta'sir qilsin. Imkon qadar bordingizmi, maqsad atta u mehmonxonaga yotgani bormayapsiz, mehmonxonaga yoting, mayli dam olgani, mayli isib ketsangiz, tillab ketsangiz, dush qilgani kiring. Yo boshqa umuman boshingiz og'rib qolsa, endi kimdadir hali havo almashish boshi og'rib qolishi mumkin. O'shanaqa deja dam olgani kiring. Unaqada ibodatingizni qiling. Hech bo'lmasam borib o'sha Ka'bani oldida hech nima mayli o'qishni bilmayman, mayli Qur'onni bilmaysiz, mayli namozni ham haligi bir xillar bilmasdan boryapsiz misol. Mayli borib Ka'baga qarab o'tiring. Bunaqa imkoniyat, bunaqa baxt sifatda bor. Yana gapingizni bo'ldim, Muxtor aka, qarang. Biz Makka Mukarramadan Madina Munavvarada qancha uzoqlikdamiz. Lekin muhabbat borligi uchun Ka'baga qarab, masalan, bizga farz bo'lgani uchun Ka'baga qarab namoz o'qiymiz, to'g'rimi? Farz qiling. Masalan, uyat bo'lsa kerak deb o'ylayman. Men masalan, o'zim tushuncham, haram bilan Ka'bani oraligi, gasni oraligi 2 kilometr. Masjidda turib qiblaga qarab namoz o'qiyapmiz. Qiblani oldida turibmiz. Qarab o'qiylik, o'shunami? Borib o'qiylik. Bugun keldingiz, ertaga ketasiz. 14 kun nima degani? 3 ketadi deysiz. Bo'ldi. Tugadi shu bilan. O'shuning uchun boryapsizmi? Haramga kiring. Masalan, menga pul to'layapsiz, men masalan haqqim yo'q, pul to'lab berganingizdan keyin men sizga o'qing, turing deya olmayman. To'g'ri. To'g'ri tushunyapsiz aka. U bizning haqqimiz yo'q gapirgan. Faqat shu video orasida gapirib o'tib ketyapmizki, boryapsizmi? Imkoniyatdan foydalanib qoling. G'animat biling. Masalan, yurtimiz tinchligini so'rang Xudodan. Qana ulug' joylarda turibsiz? Madina Munavvarada turibsiz. Yurtimiz ixtiyor aka ko'z tegmasin. Atrofimizda qanaqa urushlar bo'lyapti? Yurtimiz tinch. Alhamdulillah. Bunaqa tinchlik yurt yo'q. Xotirjam yashayapmiz. Haqqiga duo qiling yurtimizga. Hamma yo'g'imiz to'kinchilik bo'lyapti ixtiyor aka. Hazil o'z yo'liga bunaqa tinchlik yo'q hozir. Hazil o'z yo'liga bunaqa tinchlik yo'q. Eng yaxshisi uzr gapingiz bo'ldim. Borganingizda maza qilib ibodatingizni qiling. Duoingizni o'qing. Mayli Qur'on o'qalmang, mayli o'sha niyatlaringizni yana sal so'raydigan joy borib so'rab olmaysizmi? So'rab. U mayli misol 24 soat so'ralmang, mayli 12 soat to'liq so'rab turib, bitta uxlab turib yana so'rang. Endi bilmayman endi bu tushuntirish biz aqlli emasmiz, endi misol tariqasida aytyapmiz. Gap kelib qoldi. Misol noto'g'ri gapirayotgan bo'lsa, Alloh o'zi kechirsin. Qarang, dunyo kim uchun yaralgan? Rasululloh uchun. Ha, misol boryapsiz, borgansiz ixtiyor aka, sakinat qayerda? Madinada. Madina Munavvarada. Ha, misol Madina Munavvarada Rasululloh huzurlarida farazan odam o'zi borgandan keyin faraz qilishni o'rganish kerak-da. Masalan, juda ko'p darslarda ham, misol o'zingni darsda o'qigansiz bilasizlar, odam farazan, qalban tushunishni o'rganish kerak. Ketyapsizda, masalan, men o'zimda bo'lgan holat, birinchi, ikkinchi borganda bo'lsa kerak, 50 yoshimiz bilan tursa, aka keling, mendan ishdan chiqib qoladi. To'xtang, qalbingiz bilan gaplashing dedilar. Tushunmadim gapni. Tushunmasin. Siz faraz qiling. Siz Rasulullohning uyida o'tib yurib ketyapsiz hozir. Siz bitta farazan qilmasangiz maza qilmaysiz. Ha, tushunchani zo'r tushuntirib beradi, domla. Faraz qiling. Sizni nariroq sahoba ketyapti deb o'ylab qo'yinglar. Bo'ldi, boshqasini o'ylamaydilar. Ana keyin mali aka bilan birga yurdim. O'sha holat kelmadi-yu. Keyin ertasiga o'zim chiqdim Madinaga. Qanday bir sinab ko'rmoqchiman. Madinada bir kun aynalaman. Nima bo'lar ekan? Ravzani atrofida aynalib yurdim men. Yurib qilyapman, odamning qalbiga o'rnashmasa qiyin-da. Qiyin ekan, ha. Rasulullohning nazarlariga yaqinlashib qolganimda, u ko'zim yo'q, o'qib o'ylayapman hali. Qanaqa bo'lar ekan? Topaychi deb. Aka birdaniga g'alati bo'lishni boshladim, chunki juda ko'p o'yladim shekilli. Misol, o'sha narsani men uni his qildim-ku, lekin o'shani ko'rganim yo'q, yurib ketayotganda his qilib ko'rganman. Ha, o'shaning ichida, ha. Odamlar aytadi, bunaqa kayf qilsa, bunaqa bo'lar ekan, cho'q bunaqa yo'q. Bunaqa kayf hech qayerda yo'q.
qarang. U aytadi halol kayt deydi. halol Mana shu halol kayt deb o'ylayman, chunki men aka borganimda, his qilib ko'rganimda, ko'p bas, ozgina lahza his qilganman. O'sha lahzani umrimning oxirigacha yana qidiraman, o'shaqa lahza bormagan deb. Ilohim. Qaranglar, hozir mana shu gapning ichiga yana bitta narsa qisqa aytib ketaman. Shu bilan imkon qadar tugatamiz. Mana yaqinda emas, mana 2 yil, 3 yil oldin shu Umar ibn Xattobni nimasi videolar chiqishni boshlaganda, biz umuman ijtimoiy tarmoqlarga ko'raman deb mashgullarni ko'ryapman. Mana bugun 27-setgacha tugatdim. 27-seriyasi tugatdim. Bitta ko'rib chiqishni tavsiya qilar ekanman. Nimaga siz umuman o'zgarar ekansiz, umuman. Men 18-da o'sha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'tgan nimasi videosini ko'rdim, o'shanda tiqilib oldim to'g'risida. Buni biladi xolos. Ilon birinchi navbatda umraga borishdan oldin imkoniyatlaring bo'lsa, Umar ibn Xattob desalaring YouTube'da bor. Birdan o'sha 30 gacha seriya adashmasam, 27 da tugatdim men. Bitta ko'rib chiqsalaring, dunyo nimalari o'zgarar. Keyin o'shani ko'rib turib Madinaga yana Makkaga borsalaring, ibodatga borsalaring, yana ham boshqacha bo'lib ketar ekansizlar. Ilon tavsiya qilaman o'sha Umar ibn Xattobni ko'rishlaringni va undan keyin mana Makka, Madinaga bemalol pastdagi raqamga aloqaga chiqsalaring. Endi yana bitta narsa qolib ketmasin, narxi necha pul hozirgi kundagi narxi? 975 dollar. Bo'ladigan narxi. Bo'ladigan narxi. So'ramagan bo'lsam-da, yana qayta so'rab qo'yaman. Mana aka qanaqadir bonuslar qilib berishimiz mumkin. Uni aloqaga chiqsa, xudo xohlasa call center bolalarni tayyorlab qo'yamiz. Masalan, 60 yoshdan yuqori, masalan 5-6 dan ko'pchilik bo'ladigan, inshaalloh bonuslarni qilib beramiz, muammosiz. Bo'ldi. Imkon qadar pastdagi raqamga aloqaga chiqasizlar, biz berolmagan savollar bo'lsa, yazini bosdan oldin sanang to'liqroq tushuntirib berishadi. Bonuslarga mana bunaqa nimalarimiz bor, kamzilarimiz bor va albatta sumkachalarimiz bor. Buni gazini bosdan desalarim, inshaalloh buni qo'shib berishadi.